Men turgan dumaloq minoraning vazifasi nima, bilasizmi? Qal'a himoyasida shuningdek chuqur zovurlarning ham o'rni bo'lgan. Qal'aga 4 ta darvoza orqali kiriladi. Muhammad Aminxon tomonidan qurilishi boshlangan minora agar bitganida 70 metr masofani tashkil etgan bo'lardi. Minora bilan bog'liq afsonalar bir talay. Sovet davriga kelib esa 30-yillarda bu yer parad o'tkaziladigan joy edi. Bu yerda soqchilar, navkarlar turgan. Bugun esa ularning vazifasini mana bunday turniketlar bajaradi. Agarda chet davlatlar Xorazmga qarshi biror fitna tayyorlayotgan bo'lsa, xon o'z vaqtida xabar topgan. Biz ham oradan 200 yil o'tib, mana shu ostonadan hatto ichkariga kiramiz. Agar 200 yil oldin men shu yerda turgan bo'lganimda, Ichan qal'a tarixan o'zgarmagan, asrlar qa'rida qolgan shahar. Xorazm durdonasi. Qoraqum sahrosi uzra qad rostlagan qal'ada asrlar davomida minglab taqdirlar hal bo'lgan. Xonlar va hukmdorlar almashgan. Turli fitnalar va to'ntarishlar bo'lgan. Bugun esa Ichan qal'a o'zining joziba va latofati bilan butun dunyodan sayyohlarni o'ziga jalb qilmoqda. Kalta minor, tosh hovli saroyi, boy tarix va ajoyib madaniyat guvohlari. Bugun biz ushbu ulug'vor inshootlarning sirlarini ochish uchun vaqt sayohatiga otlanamiz. Va yana bu sayohat sizning cho'ntagingizga qanchaga tushishini ham hisoblab beramiz. Dunyoda chiroyli joylar juda ko'p. Ammo ularning hammasini ham borib ko'rishga vaqt va imkoniyatingiz yetarli bo'lmasligi mumkin. Biroq shunday joylar borki, ularni albatta borib ko'rish shart. Xiva Ichan qal'a xuddi shunday joylar sirasiga kiradi. Albatta siz shunchaki yo'lga otlanib, jomadoningizni ko'tarib safarga chiqib keta olmaysiz. Hattoki eng yaqin joyga ham tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Men yaxshi ko'rgan bir spektaklda aytilganidek, dilni yayratadigan ham, tilni sayratadigan ham, qo'yingki, sizni safarga otlantiradigan ham. Hop. Hamyonda yetarli pulingiz bo'lsa, istalgan joyga safarga otlanishingiz mumkin. Xarajatlar qanchaga tushishini bilish esa tayyorgarlikning yarmi deganidir. Bugun biz sizga Ichan qal'a sayohati qanchaga aylanishini hisoblab beramiz. Ko'pchilikning o'ylashicha, Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr chiqadi. Toshkentdan Xorazmgacha 1100 kilometr. Ammo bu unchalik ham to'g'ri ma'lumot emas. Hamma faktlarni ham qo'shiqqa qarab tekshirib bo'lmaydi. Aslini olganda, poytaxtdan Xivagacha bo'lgan masofa 1000 kilometr ham chiqmaydi. Biroq bu masofa ham baribir avtomobilda safarga chiqish uchun ancha uzoqlik qiladi. Shunday ekan, Toshkentdan Xivaga borish uchun poyezd yoki samolyotdan foydalangan yaxshiroq. Poyezd bu masofani 14 soatdan ziyodroq vaqt davomida bosib o'tadi, ammo narxi shunga yarasha arzonroq. O'rtacha 250 mingdan 650 minggacha. Uzoq yo'l yurishni yoqtirmaydiganlar esa samolyotda Urganch sari parvoz qilishlari mumkin. Faqat aviatsiya ishqibozlari Xivaga emas, Urganchga uchadilar. U yoqdan esa 30 daqiqada taksida Xivaga yetib olishlari mumkin. Urganchdan Xivaga yetib olishning boshqacha yo'li ham bor. Toshkent uchun allaqachon tarixga aylangan trolleybus hamon Xiva ko'chalari bo'ylab yelib yurmoqda. Urganchdan Xivaga boradiganlar ancha arzon narxga, biroq 2 barobar uzoqroq vaqtda, ya'ni 1 soatda Xivaga yetib olishlari mumkin. Biz Toshkent aeroportidamiz, safarga otlandik.
Tajribali sayyohlar yaxshi biladilarki, qancha erta chipta sotib olsangiz, shuncha arzonga tushadi. Afsuski, biz taraddudlanib yo'lga otlanib chiqqunimizga qadar chipta narxlari birozgina ko'tarilgan ekan, 1.400.000 atrofida borish va kelishga sotib oldik. Lekin agar siz bir oy ilgari otlanib yo'lga chiqsangiz va chipta sotib olsangiz, bu sizga taxminan 1 million atrofida tushadi. Hozir esa biz yo'lga otlandik, ketdik. Albatta, sayohatga chiqish degani Toshkent orqali yurish shart degani emas. Bugun yurtimizda turizm jadal rivojlanyapti. Turli reyslar yo'lga qo'yilyapti. Misol uchun, Vodiydan Xorazmga yurmoqchi bo'lganlar Andijon-Xiva temir yo'l reysidan foydalanishlari mumkin. Bu yo'nalishdan Vodiy ahli tugul Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand, Navoiy va Buxorodan yo'lga chiqadigan sayyohlarimiz ham bemalol foydalanishlari mumkin. Surxondaryo va Qashqadaryodan yo'lga chiqadigan vohalik sayohatchilarimiz esa avtomobil orqali Samarqand yoki Buxoroga kelib, so'ngra poyezdda sayohatlarini davom ettirishlari mumkin. Do'stlar, xullas shunaqa gaplar. Biz yo'l kira uchun qancha pul ketishini taxminan hisoblab chiqdik. Bu yog'iga hamma o'z cho'ntagiga qarab, yo'nalish turini tanlab olaveradi. Biz esa Xiva sari havo kemasida yo'lga chiqamiz. Xivada 169 ta hostel, mehmonxona va oilaviy mehmon uylari bor. Ulardagi xonalar soni 2003 tani tashkil qiladi va bir vaqtning o'zida 4,5 mingta mehmonni kutib olishi mumkin. Nihoyat biz Ichan qal'a devorlari ustida turibmiz. Men turgan devorning balandligi 10 metr, qalinligi esa ba'zi joylarda 6 metrgacha boriladi. Devor aylanasi 6250 metrdan iborat, ya'ni 6 kilometrdan uzoqroq. Agar men mana shu yo'nalishda harakatlansam va xuddi shu yerga qaytib kelguncha agar qal'ani aylanib chiqsam, 2 soatga yaqin vaqtim ketadi. Men turgan dumaloq minoraning vazifasi nima, bilasizmi? Bu minora atrofdan kelayotgan dushmanni ko'rib turish va nazorat qilish imkonini beradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, qal'a devorining yon tomonidagi shinaklar faqatgina to'g'rini, ro'parani ko'rish imkonini beradi. Lekin yon atrofni kuzatish bu yerdan imkonsiz. Soqchi minoradagi askarlar esa yon atrofni to'liq nazorat qilishgan va yaqinlashayotgan dushman xavfini o'z vaqtida payqab, ko'rib, unga tegishli joylardan, tegishli gradus ostida zarba berish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Qal'a himoyasida shuningdek chuqur zovurlarning ham o'rni bo'lgan. Men turgan joylar bir vaqtlar zovur edi. Hozir bu yerlar kichkinagina ariqqa aylanib qolgan. Tasavvur qiling, baland devor, tepadan o'q yomg'irdek yog'ilib turibdi. Bu yerda chuqur zovur suvga to'ldirilgan. Bostirib kelayotgan dushman zovurga kelib to'xtab qolgan va shiddatli yog'ilayotgan o'qlar ta'siridan omon qola olmagan. Bugungi kunga kelib biz turgan joylar shahar urbanizatsiyasining bir qismiga aylanib qolgan. Tekis joylarga aylangan, qayerdir xiyobon, qayerdir yo'l, qayerdir esa aholi yashash maskanlari bo'lib ketgan. Ichan qal'aga kirish pullik. Buning uchun mana bu joydan chipta sotib olishingiz kerak bo'ladi. Biz hozir chipta sotib olishga harakat qilamiz. Bitta kattalarga. Va alaykum assalom. Ichan qal'aga kirish. Agar siz muzey qo'riqxonaning ko'rgazmalari va hududiga kirishga ruxsat olmoqchi bo'lsangiz, kattalarga 50 ming so'm, nafaqaxo'rlar va talabalarga 25 ming so'm, o'quvchilarga 10 ming so'm. Shuningdek, qo'shimcha xizmatlar ham bor. Islomxo'ja minorasiga chiqish 50 ming so'm, 16 yoshdan kattalarga faqat ruxsat etiladi.
O'zbekiston so'mida 20 ming so'm to'lasangiz, qal'a devori yo'laklariga chiqishga ruxsat beriladi. Shuningdek, Oq Shayx bobo tepaligiga chiqish 50 ming so'm bo'ladi. Ichan qal'a darvozalari urush bo'lmagan vaqtlarda mehmonlar va sayyohlar uchun lang ochiq turgan. Qal'aga 4 ta darvoza orqali kiriladi. Polvon darvoza, bog'cha darvoza, tosh darvoza va ota darvoza. Biz hozir mana shu darvoza orqali qal'a ichiga kiramiz. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Chanqala ichiga kirganingiz hamon chap qo'lda mana bu baland devorni ko'rasiz. Bu ko'hna ark. Xonlik aynan shu yerdan turib boshqarilgan. O'ng tomonimizda esa Muhammad Amin madrasasi joylashgan. Bu madrasani o'ziga xos Davlat boshqaruv akademiyasi deb atash mumkin. Sababi bu yerda asosan davlat amaldorlari o'qigan va yetishib chiqqan. Ortimda turgan minorani ko'rmagan, bilmagan odam menimcha dunyoda bo'lmasa kerak. Uning hech bo'lmaganda suratini ko'rgansiz. Kalta minor. Mahalliy aholi uni ko'k minora deb ataydi. 1855-yilda Muhammad Aminxon tomonidan qurilishi boshlangan minora agar bitganida 70 metr masofani tashkil etgan bo'lardi. Hozir esa u 28 metrdan iborat. Muhammad Aminxon minora qurilishi avjiga chiqqan vaqtda Marv yaqinidagi Serax qal'asi sari yurishga chiqadi. Chunki Serax hokimi unga qarshi bosh ko'targandi. Bu yurish Muhammad Aminxon uchun fojiali yakunlanadi va xon vafot etadi. Uning o'limidan so'ng minora qurilishi to'xtab qolgan. Minora bilan bog'liq afsonalar bir talay. Ulardan biriga ko'ra, ushbu minorani qurish uchun chaqirilgan usta keyinchalik Buxoro amiri bilan ham shartnoma tuzadi va Buxoroda ham xuddi shunday balandlikdagi minora qurishga va'da beradi. Bu esa xonning qulog'iga borib yetadi va xon ustaga minoradan tushmasdan ishlashni buyuradi. Kunlar o'tadi, minora yuqoriga ko'tarilaveradi. Xonning rejasida esa ustani keyinchalik qatl etish bor edi. So'ngra usta qutulib qolish uchun shogirdiga qanot yasash uchun kerak bo'lgan ashyolarni olib kelishni aytadi va qanot yasab mana shu minoraning ustidan uchib ketgan degan afsona bor. Albatta bu bir afsona, ammo minora bilan bog'liq afsona bo'lmagan voqealar ham yetarlicha. Bir vaqtlar minora ustida turib muazzin namozga azon aytgan. Biroq bir hodisa tufayli azon aytish to'xtab qoladi. 1873-yilda general gubernator fon Kaufmanning buyrug'iga asosan podporuchik Grigoriy Krivtsov xivalik bir qariyadan ushbu minora haqida bir afsonani yozib oladi. Unda aytilishicha, bir kun muazzin erta tongda musulmonlarni bomdod namoziga chaqirib azon aytayotgan vaqtda minoraning ustki qismi muazzin bilan birgalikda o'pirilib tushadi. Bu hol barcha musulmonlarni vahimaga solib qo'yadi va Allohning bir karomati deb tushuniladi. Shundan buyon hech kim bu minoraning ustiga chiqmas va azon aytmas emish. Biz Ichanqal'aning eng markaziy ko'chalaridan biridan ketyapmiz. Hozir bu yerda savdo rastalari va turistlar uchun kerak bo'lgan narsalar joylashgan. Sovet davriga kelib esa 30-yillarda bu yer parad o'tkaziladigan joy edi. 1932-yilda o'tkazilayotgan 1-may paradi vaqtida kuchli yomg'ir yog'adi va qizil askarlar ko'tarib olgan shiorlarni yuvib ketadi. Hodisani kuzatib turgan qariyalar esa ularga shunday deyshadi: bizning ota-bobolarimiz qurib qo'ygan minoradagi yozuv asrlarga o'chmay turibdi. Sizning shioringiz esa bitta yomg'irga ham dosh bera olmadi deb aytishadi. Bundan g'azablangan qizil askarlar miltiqdan o'q uzib Ogahiyning misralarini o'chirib tashlashgan deyshadi. Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng misralar o'z joyiga qaytarildi.
ichkariga kirsangiz, vaqt qotib qolganga o'xshaydi. Biz yurgan ko'cha 200 yil oldin ham xuddi shu taxlit bo'lgan. Xuddi o'sha tosh, xuddi o'sha ko'cha. Hech narsa o'zgarmagan. E'tibor bersangiz, arava yurgan yo'l mana bunday iz shakliga kelib qolgan. Sababi aravakashlar otini yoki eshagini qiynamaslik uchun bitta izga tushib olgan va natijada mana shunday iz holatiga kelib qolgan. Bunday izlardan ikkita. Tosh hovli saroyi xuddi mana shu ko'chada joylashgan. Chap tomonimda baland devor Alloh Qulixon tomonidan qurilgan saroyning devori bo'ladi. Alloh Qulixon ham saroyga kirishga vakolatli bo'lgan xos odamlar ham xuddi mana shu darvozadan kirib chiqishgan. Alloh Qulixon 1825-yilda taxtga o'tirgandan so'ng o'zi uchun alohida saroy qurdiradi. 1832-1838-yillarda qurilgan ushbu saroy Tosh hovli deb ataladi. Men hozir aynan mana shu saroyning kirish darvozasida turibman. Ilgarilari bu yerda soqchilar, navkarlar turgan. Bugun esa ularning vazifasini mana bunday turniketlar bajaryapti. Biz turgan joy xonning huzuriga kelgan odamlarni qabul qilishga mo'ljallangan. Mana bu yerda soqchilar turgan. Ularning vazifasi butun saroyni qo'riqlash. Mana bu yerda esa arz qilib kelganlarning asbob anjomlari, qurol-yaroqlari qoldiriladigan xona bo'lgan. Bugun bu yerda Toshhovli saroyida ishlovchilarning ofisi joylashgan. Mana bu joy esa xonning oldiga kirganda o'zini qanday tutish kerakligi o'rgatiladigan va arzgo'ylarni ro'yxatga olish xonasi bo'lib qolgan. Hozirgi kunda bu yerda muzey joylashgan va Xiva tarixiga tegishli bo'lgan eksponatlarni ko'rishingiz mumkin. 200 yil oldin esa davlat mulozimlari shu yerda o'tirgancha arzgo'ylarning arzlarini tinglashgan, yozib olishgan, kerak bo'lsa o'zlari bitirib berishgan, lozim topilgan taqdirda esa xonning huzuriga olib kirishgan. Albatta, undan oldin yaxshilab o'rgatib, nima deyish kerak, nima deyish kerak emasligini ham tushuntirishgan. Xullas, qadrli do'stlar, xon saroyiga kirdik, soqchilarning oldidan o'tdik, qurol-yarog'imizni topshirdik. Bizga tushuntirishdi, xonning oldiga kirganda nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emas va endi safarimizning eng ajabtovur qismi boshlanadi. Biz saroyning o'ziga xos labirintlari oralab yuramiz. Saroy shunday qurilganki, kirgan odam uni qayerdan kirib, qayerdan chiqqanini bilmay qolgan. Umuman qayerda yurganini ham unutib qo'ygan. Ochig'i, mana shu lavhaga tayyorlanish asnosida saroyni aylanib, o'zim ham birozgina adashib qoldim. Qani ko'raylikchi, hozir o'xshaydi. Biz hozir mehmonxona qismiga kiryapmiz. Uzoq o'lkalardan kelgan elchilar aynan mana shu yerga joylashtirilgan. Kirib ko'rishimiz mumkin. Elchilar mana bunday hashamatli mehmonxonaga joylashtirilgan. Xonlik hayotida mehmonxonaning o'rni katta bo'lgan. U vaqtlarda xorij elchilari Xiva sari haftalab yo'l bosib kelardilar. Shu sababli elchilar mehmonxonaga 3 kunlik dam olishga joylashtirilgan. Ko'rib turganingizdek, xona saroyga xos tarzda bezatilgan. Bu vaqt bekor o'tkazilmagan. Mehmonxonada dam olayotgan elchilarning har bir gapi maxsus xodimlar tomonidan tinglab borilgan va xonga yetkazilgan. Agarda chet davlatlar Xorazmga qarshi biror fitna tayyorlayotgan bo'lsa, xon o'z vaqtida xabar topgan.
E'tibor bergan bo'lsangiz, mehmonxona sahnida o'tov joylashtirilgan. O'tov nima uchun kerak? Juda katta saroy, dang'illama saroy, lekin Xorazmning ayozli qishida bunday saroyni isitish oson emas. O'tov qishning izg'irinidan saqlash uchun juda qulay vosita. Asrlar sinovdan o'tgan. Endi bizning e'tiborimizni mehmonxonadan qabulxonaga qaratamiz. Qabulxonaga qarab yurish ham oson emas. Buning uchun bir nechta yo'laklardan o'tasiz. Bir, ketdik. Mana shu yo'lak orqali qabulga keluvchilar o'tib borganlar va adashmasam bu tomonga qarab yurishgan. Yana bir hovli. Agar adashmagan bo'lsangiz, demak harakatlanishda davom etamiz. Qabulxonaga kirishdan oldingi so'nggi marra. Bu yer kotibiyat. Kimsiz? Nima maqsadda keldingiz? Yana bir marta xonning xos kotiblari tomonidan yozib olinadi va biz qabulxona sari yo'lga tushamiz. Qabulxona hovlisida ham mana bunday dumaloq supa bor. Uning vazifasi ham oddiy. Bu yerda ham o'tov bo'lgan. Qishning qahratonida xon sovqotgan taqdirda mana shu o'tovga kirib isinib olishi mumkin bo'lgan. Endi esa xon kimlarni qabul qilgan, qanday qabul qilganiga ozgina to'xtalib o'tamiz. Elchilar biz yuqorida ko'rgan mehmonxonada 3 kun dam olganlaridan so'ng ularga xonning huzuriga kirishga ruxsat berilgan. Eshiklar, qabulxonaning eshiklari, e'tibor bergan bo'lsangiz 3 ta. Tabaqalanishning eng oliy belgisi. Birinchi eshikdan xonning o'zi kirgan, ikkinchi eshikdan vazirlar, elchilar, yuqori martabali mehmonlar kirgan, uchinchi eshikdan esa oddiy xalq, fuqarolar, arzgo'ylar kirishgan. Qabulxonagacha yetib keldik va agar siz labirintlar tugadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, yo'q. Hali davom etadi. E'tiboringiz markazini mana bu pastqam eshikka qaratamiz. Bu eshik orqali biz xonning faqat o'zigina kirib chiqishi mumkin bo'lgan hudud sari yo'l olyapmiz. Bu darvozadan faqat xonning o'zi kirib chiqqan. Aynan shu yerdan haram sari yo'lga tushish mumkin. Bugungi kunda xalq amaliy san'ati namunalari bilan bezatilib qo'yilgan yo'lak bir vaqtlar faqat xongagina xizmat qilgan. Xon bu yo'lak orqali o'zining xos xonalariga, yotoqxonasiga, ayollarining xonalariga, haramga o'tishi mumkin bo'lgan. Bu eshik haram va saroyning boshqa qismlarini ajratib turadigan oxirgi to'siq. Eshikka e'tibor bersangiz, yurak tasviri tushirilgan. Bu degani undan faqatgina xos odamlar, mahramlargina kirishi mumkin bo'lgan. Biz ham oradan 200 yil o'tib, mana shu ostonadan xatlab ichkariga kiramiz. Tosh hovlining haram qismi. Bu yerga faqatgina xonga xos bo'lgan mahram kishilar kirishi mumkin bo'lgan. Erkak kishi umuman bu yerga kira olmagan. Hattoki xonning 12 dan oshgan farzandlari boshqa lavozimlarga tayinlanishgan va tosh hovlidan chiqarib yuborilishgan. Ular bu yerga kira olmaganlar. Misol uchun, agar 200 yil oldin men shu yerda turgan bo'lganimda, aniq boshim ketgan bo'lardi.
Ichan qal'aning unikal jihatlaridan biri bu haligacha mahalliy aholi bu yerda istiqomat qiladi. Ularning farzandlari esa yodgorliklar orasida mana shunday futbol o'ynab yuradilar. Ikkita bo'ldi, ber. G'irram qilyapsan. Yutdimmi? Ichan qal'a ichida 400 ga yaqin xonadonlar mavjud. Ularning qiyofasi asrlar davomida deyarli o'zgarmagan. Xonadon egalariga faqat avtomobillarini qal'a ichiga olib kirishga ruxsat beriladi. Ichan qal'a, kalta minor, tosh hovli. Bular shunchaki madaniy meros obyektlari emas, balki jonli tariximizning jonsiz guvohlaridir. Bu guvohlar gapiradi, qachonki siz ularning oldiga kelsangiz. Bizning bugungi safarimiz yakuniga yetdi. Bu safar qanchaga tushishini sizga hisoblab berdik. Xalqimizda bir gap bor. Yurgan daryo, o'tirgan bo'yra deydilar. Daryo bo'ling, yuring, albatta Ichan qal'aga keling va biz ko'rgan narsalarni ko'rib, biz his qilgan narsalarni his qiling. Xayr, salomat bo'ling.